Ashura kunida kim ahli ayoliga kengchilik qilib beradigan bo'lsa, Alloh taolo unga yil davomida kengchilik qilib beradi. Rasulimiz alayhissalom bu haqida man wassa'a ala ayyalihi yawma ashura wassa'a Allohu alayhi fi sa'iri sanatihi. Kim ahli oilasiga Ashura kunida kengchilik qilib bersa, ya'ni ro'zg'orini butun qilib bersa, kiyim-kechaklarini to'liq qilib bersa, bir bayram qilib bersa. Fatvo markazimiz ushbu savolda javobida aytayaptiki, bayramdan ham ortiq qilib bersin deyapti. Hamma narsani mukammal chiroyli qilib bir dasturxon qilib to'la to'kis qilib qo'yadigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha oilaga yil davomida, o'sha erkakka yil davomida kengchilik qilib berar ekan. Shuning uchun bu kunni g'animat bilaylik. 25-iyun Xudo xolasa ro'zg'orliklarimizni chiroyli qilib, ro'zg'orlarimizni to'liq qilib qo'ysak, Xudo xolasa yil davomida mana shuni barakasini ko'ramiz. Ulamolarimiz ushbu hadisni sharhida aytadilarki, biz hayotimizda 60 yil, 70 yil shu hadisni tasdig'ini hayotda bir o'zini bir joriy bo'lganligini ko'rdik deyishgan. Hayotimizda shuni ko'rdik. O'sha Ashura kunida kenglik qildik, hayotimizda baraka bo'ldi deb aytishgan.